Videolarda telefonimni yo'qotganim uncha ko'rinmaydi, lekin aslida to'g'ri, bo'shatmay oldim, lekin shot o'rtasida yo'qotish, bunaqa qochishlar menda ko'p bo'ladi. Instagramda 7000 yaqin obunachim bo'la turib, hali ham shunaqa qotadigan 20 FPS telefonda PUBG o'ynab yurganim haqiqatan ham g'alati. Qachongacha 20 FPS o'ynayman degan savol o'zimni ham qiynab yubordi. Olish uchun 1 million so'mga yaxshi telefon topilgan, lekin menda obunachilarim yig'ib bergan 50 ming so'mdan boshqa pul yo'q. Aniqrog'i yo'q edi. Bugun qo'limdagi telefonni sotaman deb klient topib 300 ming so'mga kelishdim. PUBG akkauntimni ham sotaman dedim va klient topib 200 ming so'mga kelishdim. Shunda menda o'pchi hisobda 550 ming so'm pul bo'ladi. Obunachim tomonidan 300 ming so'm va'da qilingan, lekin ular tushsa aniq emas. Agar ana shu 300 ming so'm kartamga tashlab berilsa, qolgan 150 ming so'mni nima qilib bo'lsa ham o'zim topaman. Yangi device olsam, yaxshiroq telefon, yaxshiroq grafika, chiroyli o'yin, chiroyli va qiziqarli kontent bilan davom etamiz. 20 FPS o'ynab bu natijaga erishishimga albatta sizlar sababchisizlar va sizlar bilan birgalikda bundan ham yuqori natijalarga erishamiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Renax Pabgum bo'ldi.